Assalomu alaykum hammaga. Bo'lmasa bugungi videomizni ham boshlaymiz. Sizlarga ko'rsatgan edim. Videoli prezentatsiya qilishni mana bunaqa video bo'lib turadi. Shunga qanaqadir boyagidagi effekt qo'shishni hozir bugungi videoda ko'rsataman. Bu videolar bunaqa videolarni Google dan topish muammo emas. Hozir bu yoqqa qo'yib oldim men kopiya qilgan holatda. Taxminan 3 sekund bo'ladi bunaqa video. Shunaqa videolarni agar topmoqchi bo'lsanglar Google dan olasizlar. Maslahatim Pixabay degan saytda ko'proq mana shunaqa kontentlardan zo'rlari bor. O'shunaqa kontentlar orqali stock videos deb yozish kerak. Stock videos deb inglizchalab yozsanglar chiqib keladi. Bo'lmasa boshladik. To'rtburchak figura olib olasiz. Bunda ham to'liq qilamiz. Shunda tekst olib turib, nima xohlasangiz yozasiz. Arial Black qilasiz. Kattaligini 120 qilib kattalashtiramiz hammasini. Keyin o'rtaga belgilab turib qo'yasizlar. Bo'ldi. O'rtada hop, hozir ikkalasini belgilamay turamiz. Undan oldin shaklni o'zini bosasiz. Keyin format figuraga kirasiz. Tekstning tepasida yana bitta yozuv bor. Изменить figura turibdi, tagida начать изменение узлов turibdi. O'sha ikkinchisini bosasiz. Shunda har xil to'rtta tomonida nuqtalar paydo bo'ladi. Mana eng pastdagi chap tomondan nuqtani bosaman. Buni xohlaganingizcha sursangiz bo'ladi. Masalan, shundoq qilaman. Tepadagisini ham bosib turib, tepa tomonni ham shundoq qilib o'zgartirsam bo'ladi. Endi ikkalasini belgilab olaman. Belgilab turib merge qilamiz. Endi bu rangini ham o'zgartirsak, qora qilsak chiroyliroq bo'ladi. Meni fikrimcha. Endi bu videoni men kopiya qilish uchun shu yoqqa qo'yib qo'ygan edim. Shu yoqdan tayyorlab qo'yaveraman men. To'liq videoni keyin o'ng tomonni bosib turib, zadniy plan qo'yib qo'ysanglar bo'ldi, shu bilan tugaydi. Videoni topishda iloji boricha tiniqroq harakat qilinglar. Shu bilan mana buni ko'pincha mavzuni boshiga qo'yish uchun birinchi slaydga mana shunaqa videoli slayd qilsanglar bo'ladi. 30 sekundda atrofida bo'ladi yoki 10 sekund, 8 sekundliklari ham bor agar xohlasanglar. Shu bilan bugungi videomiz shu haqida edi. Yoqqan bo'lsa xursandman.